Yeng. Siz hech polis hasharda ishtirok etganmisiz? Ariqni o'ziga ayvon bilgan, tagiga tuproqni to'shakdek to'shab olgan tarvuz naridagi ham polis tarafga alanglaydi. Hasharchilar polis ne'matlarini bandidan uzgunlaricha juda xorishdi. Qarang, ta'sir qurishdi. С говяжьим бульоном. Hot lunch. Вкусно по-нашему. Johnson's Baby shampunlarining o'ziga xos yumshoq formulasi va tabiiy moychechak ekstrakti tufayli sochni tarash shunday yoqimli, men chiroyliman. Johnson's Baby sochlar doimo son taraladi. Johnson's Baby takror foydalanuvchi tomonidan himoyalash, bu yumshoqlik, samaralilik va xavfsizlikdir. U o'z ma'ruzasini o'tkazib yubora olmaydi, kasal bo'lib qolsa ham va bunda men faqatgina zarur dorini berib yordam berishim mumkin. Ma'ruza mavzusi bizning vatanimiz bu buyuk tarix, buyuk kashfiyotlar va bugungi Bolnol Relax Gel bo'g'im va mushaklardagi og'riq va shishni kamaytiradi. Hydrolife Eco. Yanada tabiiy. oliy joylardan tayyorlangan choy va xushbo'y dam va shohona dam sizning xonadoningizda. Cho'ka krem. Endi 70 ta yong'oq ezilmasi. Bormi hali tatib ko'rmaganlar? Men esa hasharchilarga quyuq suyuq tayyorladik ko'rib oshxonam sari odimladim. Qarasam, oshpaz akalarim qozon tovoqlarimga boshliq bo'lib olishibdi. Majlis qilib masalliqlarni ishga solishibdi. Bekorchilik bilan bir yoqadan bobomning kech yerini taomlarni qovun tarchiligida tayyorlab tovoqqa suzishadi. Oshpaz akamiz tarvuzning polvonini opichlab oldi. Osh
qandalak, polizda otardik shataloq deya. Tarvuz yo'l to'nini yelkasidan oladi, qora xolli alvon rang yaxtagida qoladi. Ham tarvuz qoladi pastda. Shohona shirinligimizga kivining ham qo'shib jarayonni jadallashtiradigan har qanday dori bilan kuch sinasha oladi. Og'rinmay oshqozoningizning og'irini yengil qiladi. Bananning bag'riga pishib uchun nafas erib bo'ladi lohas. Bir hujum uzum taxtakach maydoniga bosadi qadam. Bu meva biz odamlarga hamjihatlik hikoyasini aytadi. Bo'ling deydi bizdek birdam. Uzumdan uzr so'rab, uni ham bo'laklaymiz berilib, jonajon jigarlarimizdan judo qildingiz deya qolgan uzum donalari turishibdi. Oshpaz akamizga termilib. Tarvuzli tortimizga marhabo, shirinligimiz atrofida kezyapti shifo sabo. Shu dam tarvuzning malhamini etamiz bayon, galdagi shirinligimizning ism sharifi bo'lguncha ayon. Uzun gaplar. Avval bu mevani qushlar o'zga bilgan ekan o'lja. Ochiqqan qanotlilar tarvuz tanini teshib cho'qishgan, danagini pista qilib chaqishgan. Tarvuzning tavallud topgan makoni issiqqa ixlosi baland odamlarning yurti Afrika. Bu diyorning odamlari jaziramada jalon urib, dunyo dehqonlari ichida birinchi bo'lib tarvuzning urug'ini joylashgan tuproqning karmoniga. Keyinchalik tarvuz aylandi quyoshga qalbi yaqin kishilarning och noniga. Bora-bora olam odamlarning qulog'iga yetning tarafi. Bugungi kunda esa dunyo dalalariga berib zeb tarvuz yoydi sep. Tarvuzning xo'raki va hashaki turi borligini bildik. Ikkovi haqidagi ma'lumotlarni sirg'adik, qulog'imizga ildik. Xo'rakidagi qonot tarvuz bolamning yorilmasa boshi bo'ladi odamlarning shirin ta'mli to'yimli oshi deya xo'raki tarvuzni bandidan uzadi. Hashaki tarvuz qo'y qo'zilarning taomnoma ro'yxatidagi ovqatlar qatorida turadi. Dehqonlar chorva mollarini hashaki tarvuz da yaxshigina qand bor, 90% dan ko'proq suv tashnalikka tashlanadi. Tarvuz tabobatda kamqonlik kasalligini kaltaklaydi, jigar xastaligi bor bemorlarni bardamlik bog'iga yetaklaydi. Tarvuzning darmonini daraklagunimizcha oshpaz akamiz bu do'ndiq mevani ko'taribdilar ko'kka, deydilar, "Hoy dehqon bobomning tantiq tarvuzi pishillama o'xshab po'kka." Oshpazimizning aytishlaricha tarvuzdan tayyorlaymiz to'rqovoq, pichoqning tig'idan turtga yeb tarvuz uyadi qovoq. O'zi bedanachini bilan hali urgani yoqsalar o'choq. Pakki pichoqning peshonasidan durdek ter dumalaydi. Tarvuzning tashqi qiyofasini ko'rimli qilish uchun yuradi yumalaydi. Tarvuzli to'rqovoqqa cho'p sixni sanchamiz. To'r ko'rinishga keltirish uchun sixning orasini 2 barmoq kengligida ochamiz. Ana bo'lmasa, oshpaz akamiz chaqqonlik cho'pchagini eshitib, bir zumda bedani yasab cho'p o'rnini qampirdan tanidi turibdan. To'rqovoqning tomi yopildi. Oshpaz aka omon bo'linga, in qurishga imkoni yo'q qushlarga binoydek uy-joy topildi.
Tarvuzli to'rqovog'imizga ko'rpa to'shagini yozdi bedana, ochiqsa tarvuzning danagi bo'ladi, unga sedana. Sohirgisam aka. Rahmat, baraka. Sog' bo'ling. Bu yuk mashinasini boshqargunimcha bilagim belangi bo'ldi. Ulkan ulovning chambaragini charxpalakdek aylantirib, o'ng so'lga burgunimcha barmoqlarimdagi bardamlik o'ldi. Yo'lga otlanishimdan oldin dehqon otamdan duoning durdonasini oldim. Barakani bag'rimga bosib, ulovim uyiga poliz ne'matlarni soldim. Kelgunimcha qovun, tarvuz, handalakning eshitdim arzdodini, mashinamning mo'risidan taralayotgan faryodini. Nima emish, biz hasharchilar hay-haylashib, uchovlonni ota uyi polizdan ayiribmiz bugun, tugdirib tugun. Xullas, osoyishtaliklarni ostin-ustun qilibmiz, oromlarni o'g'irlab olibmiz. Qolib otyapsiz. Oshirmang tezlikni. O'zi quyoshning qaynoq qamchilayapti. Sog'indik ariqdagi suv muzlikni deya. Qo'nning dodiga do'st bo'ldi tarvuz. Men ham qo'msayapman. Tug'ilib o'sgan poliz o'lkamni. Ulovingiz uloqtirib og'ritdi-ya yelkamni deya. Dehqon otam qovun, tarvuz, handalakni taltaytiribdilar biram. Erkaligi ila esimni esan kiratadi. Baribir biz xo'randalarga bo'ladi-ku, qaram. Qovun, tarvuz, handalakning tantiqligini ta'riflaganimni eshita turib, oshpaz akam xavotir bo'lmang, o'zim uchovining biqiniga pichoqda turtaman. Menga ko'maklashishga ko'nmasalar, qulog'ini lag'mondek cho'zgani tortaman deydilar. Navbat yetgan totli yegulik uchun olmaga tilaymiz omonlik, qora holidan xalos qilamiz, pichoqdan pana qidirmasin, tilamaymiz unga yomonlik. Mehr oqibatda olg'irligimizni bilib, yashil olma taxtagash tomon bazakam olma kasalliklarning hasratini eshitmaysiz. Bu mevaning malhami mergandir uddaburon, kasalliklar kulbasi qulaydi, kelgandek qiron. Avvaldan qovun, tarvuz, handalakka do'q shakl berni olma akam qilaver. Dalakning holi qolmadi. Polizdalik paytlari uchovlon faqat uxlashardi-da po'rsillab, yelib yugurishmasdi, harsillab. Donlardan nari bugun oshpaz akalarim suv ichishyapti ijod irmog'idan, qochishyapti yalqovlik qarmog'idan. Mevalar tarvuzning taniga sanchasiz cho'p igna, yo'qsa tamaddi tadbirda rosa ter to'kasiz, bizga qilasizgina. Tovoq bilan inoq bo'lib turguningizcha oshpazimiz palma daraxtiga mevalarni mato qilib ko'ylak kiydiradilar, bizni olima uzum shaftolining shifosiga to'ydiradilar. Xalqimiz mehmonnavozlikka ishqiboz, guruchlar bilan gurunglashib palov damlasa, dumba go'shtni qozonga g'amlasa, dasturxoniga do'st qidiradi. Mehmon sharafiga yostiq ko'rpachadan imorat qurdi. Do'stlikni oshpaz akamizning ijodlarini ishtiyoq ila o'rganing. Osh ishiga qo'yib ixlos, hadeb xontaxta ustiga odmi dasturxonni to'shamang yozgandek palos. Pason yeguliklar ila ziyofat uyushtiring. Qovun, tarvuzga yuragingizni keng, so'ng shimaring yeng. Pakana cho'p igna vazifasini bajaradi, berilib, mevalar turadi, tikilgan tugmachadek teriladi. Eshik qilding. Bilasiz, handalak eng erta pishar qovunning bir turi. Oshpaz aka, iqtidoringizga alqovning a'losini, tasannoning tillosini ataymiz. Bu yegulik bo'ladi oshqozonimizning g'amxo'ri.
Antiqa shirinligimizni muzlatgich maydoniga jo'natamiz. Maqtovning marvardiga munosib yana bir shirinlikni sizga havola etamiz. Bu poliz ne'matidan oq atirgul yasamoqchilar. Biror yerga chaqirilsak mehmonga dangasalik bilan dillashamizda tog'orani qo'ltiqlab chopamiz bozor tomonga. Quruq qo'l bilan ziyofatga borsak uyat uyga boshlaydi, hijolat ko'nglimizni g'ashlaydi. Hoziroq tog'orani joyiga to'ntaring, qoshiq sanchiqlar ichidan pakana pichoqni axtaring. Handalakka aytib hangoma naqsh chizing, pichoqni qalam qilib xohlasangiz yozing nomi. Faqat otalarim, onalarim qovun tarvuz handalakdan xirmon uylaveradi, gavdasi dog'. Pakki pichoqning tig'idan ta'sirlanib handalak yig'iladi ho'ngrab, atirgul bo'lib atrini taratguncha o'zini olar o'nglab. Osh bu Dehqon otamning do'mboq, do'ndiq dilbandlarini xaridorlarga qildim havola. Poliz ne'matlarning mazasi bemalol asal bol bilan bellasha oladi. Hijolat xipchinidan yanog'imning rangi bo'lmaydi lola. Kimdir tarvuzning ta'miga tashna, kimdir esa qovun bilan qadrdon tutinadi oshna. Ammo bari poliz ne'matlardagi darmondorlar tabiblarning talablariga 100% qovun malhamning mehnati. Bir bemor bo'lishdan bosh ko'tarsa, dehqon otalarga keladi 1001 olqish savob. Hali qovun tarvuzning didiyosini eshitdim berilib, to'satdan tomoq qirib, handalak gap otsa kerilib. Ismimni eslatmasam ham bilasiz, handalak. Pishgan paytim polizda menga bo'lasiz parvona xalak. Qovun meni mensimaydi, jussang jikkak, tiling tikanak deydi. Ammo men qovunning akasi. Hoy qovun, sendan avval tug'ilganman desam, pufakdek yoriladi o'takasi deydi. Handalakning hangomasidan kula ichagim ipdek uzildi. Oshpaz akalarimizning yollariga yana qovun, tarvuz, handalak turnaqator bo'lib tizildi. Tarvuz handalakni obdon maqtadik, alqovning a'losini ikkoviga atadik. Qovunning Oshpaz akam qovunga tutib dasturmol, uning ishtirokida mevali yegulikni tayyorlaydilar. Qovun qatori qolgan mevalarni ham ishga yollaydilar. Aqli qaymoq qariyalarimiz qovunning qadriga yetishadi. Tebranib turgan tishlarini tinchini buzmay yumshoqligidan chaynamay yutishadi. Dilbandlari danaklardan ayrilgan qovunning quchog'ini mevalar bilan to'ldiramiz. Banan, shaftoli o'rikka o'dag'aylamay iltimos qilib osh ishiga ularni ko'ndiramiz. Bananni bo'lib sharaflaymiz shaftolini. Danagini do'pposlab olamiz, faqat asal bolini. Kivi bilan ko'rishamiz. Bu mevaning malhami ila oshqozon kasalliklari bilan qo'rqmay kurashamiz. Yo'q deydi, meni maqtab danagimga uryapsiz do'q. Jon deb danagini ham yegulikka solamiz, faqat evazga tishimizni sindirib olamiz. Qovunning qo'yniga mevalar joylashadi. Bu poliz ne'mati haqidagi ma'lumotlarimiz tugashini endi poylashadi. Ko'ra 2000 yildan beri ekiladi, urug'i yer etagiga to'kiladi. Poliz ne'matlari orasida qovun ekilish maydoniga ko'ra birinchi o'rinni egallab oladi. Shohsupaning eng tepasiga o'ziga o'rin soladi. Qovun ham tarvuz kabi yonboshlab o'sadi. Dunyo dalalaridagi qovunlardan bizning polizdagi bu ne'mati aziz ta'm borasida o'zadi. Qovunning erta pishar 50-60 kunda, o'rta pishar 60-70 kunda.